Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum salom. Qanaysiz? Bugun bittasi bilan uchrashmoqchi edim. Bo'lmadi, o'xshamadi uchrashuv. Yoqmadi. O'ylaysizlar, u bacha menga yoqmadimi? Yo, menga yoqmadi. O'yin emas. Shunaqa o'ylaysizlar, o'ylamanglar. Afchaga qara. Afayam tenni shunday qilganlar. Shunday surtganlar. Qilganlar ketganlar. Ketdi go kamenga dush barmoq uramiz. Farzona bu kim? Mana bilmayman kim. Men Bek o'lganiga 1-2 kun bo'lganmi deyman ha. Mana bildiradi ular borku. Asalchim 94-98 yuziga un surib olganmi? Guli. Burunni teshiga oyoqda bo'sh barmog'i ketadi-ku. Siz endi oyog'ingizda bo'sh barmoqni buni burniga tiqmoqchimisiz? Nodirbek 32-22 xotinimga dugona beling. Tamam. Limona, men shunchaki o'tib ketyotgandim. Uzr. Farruh onasini key. Hayot shunchalik beshafqat bo'ladimi? Bittasi yozibdi. Ha, bu o'g'lim xotiniki bu. Bu kishi bera yuribdilar. Olim shkafni ichida. 5 yolangman onalarga, ukalarga. Fatima Isayeva opa, siz yashang yoki biz yashaylik. O'ldiradi bular borku. Abu Mansur bechora ruhiy kasal ekan, Alloh shifo bersin. Alixon 0509 nima deyapsiz Farg'od aka? Bu xola akami? Uni apa deb Maqsud Toshpo'latov ish qilib bu qiz tug'masak bo'lsin-da. Har tug'sa yana bitta shunaqa ko'p. Razboynik 3-8. Uxlashdan oldin bekor ko'rdim ha, harro. Bosh popkornda bangotlar o'zi kulganlar, Malades borku. Bu video bilan yana bir narsa aytaman. Biron kishini ustidan kulish uchun ana o'qimayman. Prosta
xalq nima fikrga egaligini bilmoqchi edim. Bunday qilmanglar.